betaraflar yo'q. Demak, taklif bir ovozdan qabul qilindi. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi sessiyamizga tuman hokimining o'rinbosarlari, guruh va bo'lim rahbarlari, korxona, tashkilot va fuqarolar yig'inlari raislari, huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, avvalo biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Men sessiya kotibligiga 20-Balaqaroq saylov okrugidan saylangan deputat, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 18-sonli maktabning direktori Sandibayeva Nabira Abuvani sessiya kotibi etib saylashni taklif qilaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Boshqa takliflar bo'lmasa, nomzod bo'yicha ovoz berib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Taklif deputatlarimiz tomonidan ma'qullandi. Deputat Sandibayeva Nabira Abuvani bugungi sessiya kotibi etib saylandi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, endi biz sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi loyihasi sizlarga tarqatilgan. Kun tartibiga boshqa qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q. Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, endi sizlar bilan sessiya ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Menda shunday taklif bor. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqa, qo'shimcha ma'lumot uchun 3 daqiqagacha, muhokama etish uchun 15 daqiqagacha. Qo'shimcha takliflar bormi? Agar qo'shimcha takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiya ish reglamenti qabul qilindi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Konimet tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilning 4-chorak davomida norma ijodkorligi, huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish hamda huquqiy targ'ibot va ma'rifat sohasida amalga oshirilgan ishlar holati yuzasidan axborot uchun so'zni Konimet tuman adliya bo'limi boshlig'i Nasimov Zafar Ro'ziboyevga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Konimet tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilning 4-chorak davomida norma ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish hamda huquqiy targ'ibot va ma'rifat sohasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan bitta adliya organlari asosiy vazifalaridan bittasi yer qarori elektron tizimi orqali tuman hokimligi hamda xalq deputatlar kengashlarini elektron o'sha tizimda qabul qilinadigan qarorlarni doimiy ravishda kunlik monitoringni olib borish hisoblanadi. Demak, 4-chorak davomida 2025-yilda xalq deputatlar kengashlari tomonidan 36 ta, tuman hokimi tomonidan 98 ta qarorlar, farmoyishlar qabul qilingan. Hokimlik farmoyishlar qabul qiladi. Mazkur qarorlarning qonuniyligi doimiy ravishda adliya bo'lim tomonidan boya aytganimizdek kunlik o'rganib borilyapti va eng quvonarli holat bu viloyat nimasida ham boshqa tumanlar bormi bilmadim, lekin Konimet tumani bo'yicha 2025-yilda Konimet tuman xalq deputatlar kengashi hamda tuman hokimining o'sha yer qarori elektron tizimi orqali qabul qilingan
qarorlari, farmoyishlari bekor qilinmadi. Taqdimnomalar kiritilmagan, bekor qilinmadi. Demak, bu albatta o'sha adliya bo'limi bilan shu deputatlar kengashi hamkorlikda ishlaymiz doimiy. Loyiha holatidan ko'ra, hatto o'sha normativ sistemani ikkita qabul qilingan bo'lsa, 2025-yil 4-chorakida o'sha har ikkita o'sha normativ qarorlar bo'yicha, o'sha majburiy tuzga bo'lgan qarorlar bo'yicha o'sha loyihaligidan o'rganib, hattoki o'sha mutasaddi tashkilotlarni chaqirgan holda mana soliq bo'yicha edi. O'sha mahalliy soliq va yer mulk solig'i bo'yicha unda ham o'sha loyihaligidan ko'rib, o'sha tegishli xato kamchiliklar mavjud bo'lsa, o'sha joyda bartaraf qilganimiz hisobiga bu kengash tomonidan o'sha qonuniy qarorlar qabul qilinishi ta'minlandi. Demak, yana o'zimizda adliya bo'lim faoliyatiga qaytadigan bo'lsak, 2024-24 mayda o'sha O'zbekiston Prezidentining 80 sonli farmoni ijrosi bo'yicha o'sha adliya idoralariga yana qo'shimcha 4 ta vazifalar yuklatildi. Shu kirgan holda o'sha mahallalardagi fuqarolarni huquqiy muammolarni aniqlash, inson huquqlari sohasidagi yoki ijtimoiy huquqiy sohadagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish va qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar berish yuzasidan muayyan ishlarni boshlandi. Jumladan bitta nimani aytishimiz kerak, shu qonuniy huquqdan ilgari xalq deputatlari kengashlarida ham aytgandik, bir necha marta aynan mana shu 4-chorakda bu amalga oshdi. Nima bu demak, mana bizda imtiyozli pensiyaga chiqish huquqi asosida pensiya tayinlanadigan hududimiz. Chunki mana Zafarobod va ko'cha mahallalarimizda mana shu Navoiy Uran davlat korxonasini o'sha Zafarobod kon boshqarmasida ishlaydigan va yana boshqa galagi razvedka ekspeditsiyalari bor. O'sha yerlarda zararli joylarda ishlaydigan xodimlar bor. Ularni o'sha imtiyozli pensiyaga chiqish uchun o'sha 94-yilda qolib ketgan, rus tilida qolib ketgan normativ hujjat bor. Bu normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunga ham zid edi, chunki normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunga ko'ra, demak, bu majburiy bo'lgan normativ hujjatlar qonun va qonun osti hujjatlari o'zbek tilida, davlat tilida qabul qilinishi kerak, boshqa tillarga tarjima qilinishi mumkin. Buni o'sha adliya vazirimiz kelganda ham shu muammolarni ko'tarib aytganimizdan keyin vazirimiz tashabbusi bilan 2025-yil oktyabrda, ya'ni mana shu 4-chorakda Vazirlar Mahkamasining 647-sonli qarori bilan imtiyozli asoslarda pensiyaga chiqish bo'yicha tartib va alohida ro'yxatlar qabul qilindi va o'zi shunga ko'ra shu imtiyozli pensiyaga chiqishda tushunmovchiliklar bo'lgan holatlarni aksariyat qismi bozorda bartaraf etildi. Lekin hozir ham baribir muammolar bor. Mana bu pensiyaga chiqishda haligi o'sha kasblarning o'zi ham, zararli kasblarning o'zi ham attestatsiyadan o'tish kerak. Ma'lum davrlarda o'tmay qolgan davrlar bor, bu bo'yicha ham yana hozir ishlayapmiz, alohida individual holatlarda beryapmiz sudga. Lekin umumiy holatda mana shu normativ huquqiy hujjatni o'zbek tilida o'sha qabul qilinishiga va o'sha ro'yxatlarda har bir kasb nimalarni ko'rsatilishiga erishildi, qabul qilindi. Bu ham shu Karimev tumanida vazirimiz tashrifi paytida muammolarni aytgandik. Bundan tashqari, tuman bo'lim adliya bo'limi tomonidan 2025-yilda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar tadbirkorlik subyektlarinin huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha jami 192 ta ta'sir choralar kiritildi. Ya'ni bu ta'sir choralar taqdimnomalar, ma'muriy javobgarlikka tortish mansabdor shaxslar hamda sudlarga kiritilgan da'vo arizalar va arizalar iborat 192 ta. Shundan demak 67 ta taqdimnoma, 15 ta ma'muriy taklif, 108 ta da'vo arizalarini tashkil qiladi. Demak, mana shu kiritilgan ta'sir choralar natijasida va mana bu 80 sonli farmonni o'rganish bo'yicha o'sha har bitta mahalla bo'yicha xabarlaringiz bor, o'rganib kengashga ham tegishli axborotlar berib bordik. O'sha aniqlangan standartlar bo'yicha, kamchiliklar bo'yicha va har bittasi bo'yicha katta rahmat. Kengash har bir mahalla bo'yicha o'tgan yil alohida qarorlar qabul qilindi. Ya'ni o'sha standartlarga javob bermaslik holati bo'yicha. Bunda o'sha tuman mutasaddilar bilan, qurilish bo'limi bilan ham, ekologiya, hamma mutasaddi idoralar bilan o'rganib chiqdik va o'sha har bitta mahalla va aholi punktlarini belgilangan 33 ta standart Adliya vazirligi o'zi tanlab olgan edi. O'sha standartlarga javob bermaydigan holatlar bo'yicha tegishli
tartibda o'sha kengashlarga biz o'sha axborotlar kiritdik va shu asosda kengashlar tomonidan qarorlar qabul qilindi. Endi buni ijrosini agar ma'qul bersanglar, menimcha 2026-yilda shu bartaraf qilish mumkin bo'lgan kamchiliklarni bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Demak, yana mana bu ijobiy hal etilgan muammolarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bilamiz, mehnat kodeksi yangi tahrirda 2022-yil oktyabrda kuchga kirgandan keyin mehnat kodeksi ilgarigi mehnat kodeksiga qaraganda yangi tahrirda qabul qilinganda imtiyozli shartlar xodimlarga ko'proq edi. Mana mehnat ta'tiliga chiqish bo'yicha boshqa ijtimoiy kasalliklar paytidagi vaqtincha mehnatga layoqatsizlik vaqtida, lekin bizda ko'p jamoat shartnomalarimiz o'sha bilamiz, har bitta tashkilotlarning jamoat shartnomasi bo'ladi. 3 yilgacha tuzilgan jamoat shartnomalar, bunda o'sha eski mehnat kodeksini talablari qolib ketgan ekan. Chunki mana bu jamoat shartnoma nima uchun kerak? Mehnat kodeksida ham belgilangan. Demak, agar jamoat shartnomasida mehnat qonunchiligidan ko'ra imtiyozliroq shartlar o'rnatilgan bo'lsa, jamoat shartnomasi amal qiladi. Ya'ni mehnat kodeksidagidan ko'ra ko'proq xodimga imtiyoz berilgan bo'lsa amal qiladi. Aksincha, mehnat kodeksidan ko'ra, normasidan ko'ra xodimning ahvolini qiyinlashtiradigan, unga yengilliklarni kamroq beradigan, uni imtiyozlarini cheklaydigan bo'lsa, u amal qilmaydi. Mumkin emas unaqa norma bo'yicha. Va biz buni o'sha shu nuqtai nazardan yuridik markaz, biz adliya bo'limi tasarrufida bilasizlar, shu xodimlarni jalb qilgan holda men tumandagi o'sha barcha tashkilotlarni jamoat shartnomalarini ko'rib chiqqanimizda haqiqatdan o'sha eski mehnat kodeksidagi, ya'ni yangisiga ko'ra imtiyozi kam bo'lgan, yangi mehnat kodeksi bilan imtiyoz berilganligi sababli jamoat shartnomasi hozirgi amaldagi mehnat kodeksiga nisbatan nima deydi? Amaldagi mehnat kodeksi imtiyozliroq bo'lib qolgan, ya'ni xodimlar huquqini cheklab qo'ygan holatlar mavjudligi aniqlandi. Jumladan mehnat ta'tillari bo'yicha, ya'ni mehnat ta'til kunlari kamroq berilgan jamoat shartnomada. Yangi mehnat kodeksi bo'yicha ko'proq, bu yerda buni buxgalterlar ham biladi, yangi mehnat kodeksida ko'proq 27 kalendar kun birdan beriladigan bo'ldi. Mana shu holatda demak jami 32 ta holatda shu maktab, bog'cha hammasida bu yerda tibbiyot 1300 dan ortiq xodimlarning mehnat huquqlari ta'minlanadi. Ya'ni o'sha 1300 ta xodimga xizmat qiladigan tashkilotlarni jamoat shartnomalarini ko'rib chiqib, o'sha taqdimnomalar kiritib, ularni o'zgartirdik. O'sha jamoat shartnomalari o'sha hamma tashkilotlarda demak o'sha yangi tahrirdagi mehnat kodeksi talablariga rioya qilgan holda qilindi. Bu albatta o'sha xodimlarni jamoat shartnomasida yangi kiritilgan normalar bilan demak ularni huquqlarini buzilmasligiga xizmat qilish uchun shu ish qilindi. Bundan tashqari mana yana bu o'sha 4-chorakdan to mana oktyabrgacha aytdik, keyin buni qabul qilingandan keyin ham noyabrdan amal qilgan bo'lsa, bu normativ hujjat imtiyozdir. Mana shu pensiya bilan bog'liq hali ham muammolar saqlanib qolinyapti. Shu yil davomida 50 dan ortiq shu ma'muriy sudlarga da'vo arizalar kiritildi. Bundan tashqari tuman adliya bo'limi tomonidan bevosita bu mana bu 80-sonli farmon ijrosi bo'yicha mahalla yettiligini har biri bo'yicha biz adliya vazirligi har bitta mana ichki ishlar bo'yicha prokuratura inspektori bo'yicha ichki ishlar vazirligi bilan, soliq bo'yicha soliq qo'mitasi bilan, bu ijtimoiy himoya agentligi bilan hammasi bilan o'zaro birgalikda mutaxassislar bilan har bitta o'sha yettilikda funksiya, vazifalari va majburiyatlarini ishlab chiqqan alohida. Va bundan tashqari adliya vazirligi bizga namunaviy qilib berdi. Har bitta mahallada mana 4 ta majburiy komissiyasi bor va yana ixtiyoriy bo'lishi mumkin. O'sha komissiyalar bo'yicha har bitta bayonnomalar qanaqa bo'lishi kerak, qanday tartib tuzilishi kerak, chunki yagona amaliyotni yo'lga qo'yish bo'yicha berildi va biz har bittasiga o'sha mahallalarga mana shu 7 tadan usuliy qo'llanmalarni yetkazib berdik. Birorta mahallamiz bundan qolmadi, demak, va o'sha bizda yuridik markazi direktori o'sha mahallalarga, mana mahalla raislari ham ishtirok etyapti, borib o'sha qo'llanmalar bo'yicha bayonnomalarni ham yordamlashib qilib berishdi. Demak, endi yuridik xizmat haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu adliya bo'limi tarkibida bilasizlar, yuridik xizmat ko'rsatish markazi faoliyat ko'rsatadi va u hozir 20 tadan ortiq davlat organlari va tashkilotlarini tuman shahar bo'linmalariga yuridik xizmat ko'rsatadi. Ya'ni ularning shartnomalarini, qarorlarini, buyruqlarini ekspertizadan o'tkazib, agar qonuniy bo'ladigan bo'lsa,
shundan keyingina qabul qilish mumkin bo'ladi. Bu ham tizimlashtirilgan. To'g'ridan-to'g'ri hozir agarda 51-8-sonli prezident qaroriga ko'ra yuridik xizmat ko'rsatish markazidan xulosa olinmagan bo'lsa, ijobiy xulosa olinmay qabul qilingan har qanday hujjati o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. Hech qanaqa huquqiy oqibatdan keltirib chiqarmaydi. Mana masalan bir xil holatlar bor, tadbirkorlik subyektlari bilan va hozir ham yaqinda ham bitta murojaat kelib tushdi bizga. Masalan, maktabgacha ta'lim bo'limi bog'chalar uchun haligi nom qo'yapti, og'zaki shartnoma yuridik xizmat ko'rsatish markazidan o'tmagan, xulosa olinmagan, lekin og'zaki 3000 dan kelishgan, 2,5 mingdan beraman deyapti maktab ta'lim. Vaholanki shu 2,5 mingdan ham bera olmaydi hozir. Chunki uni o'sha shartnomasi yuridik xizmat markazidan o'tmagandan keyin demak bu pul kuchga ega emas. Pul kuchga ega bo'lmasa g'azni ham pulni o'tkazib bermaydi. Shuning uchun mana shunaqa holatlarda demak yuridik xizmat ko'rsatish markazidan har qanday tashkilotlarni hujjatlarni o'tish kerak bo'ladi. Demak, tadbirkorlik subyektlari manfaatida ham 302 million 900 ming so'mlik qarzdorlik undirish bo'yicha sudlarga ariza kiritdik davlat tashkilotlaridan. Demak, yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan 2025-yil 4-chorakida 2010 dan ortiq hujjatli ekspertizadan o'tkazildi. Shundan 1204 ta 59.9% shartnomalar, 806 tasi 40.1%ni demak shartnomalar tashkil qiladi. 1204 tasi buyruqlar. Shundan ijobiy xulosa berilgani 92.3%ga, ya'ni 1855 tasini tashkil qiladi. Salbiy xulosa berilganlari, ya'ni noto'g'ri kiritilgan xulosa berilganlari 108 tani tashkil qiladi, 5.4%. Rad javob berilganlari 47 ta 2.3% ni tashkil qiladi. Bu demak o'sha qonunchilik hujjatlariga zid degani. Bundan tashqari adliya organlari tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ham 2180 ta qonun buzilish holatlari aniqlandi. Shundan 1813 tasi muddat buzilishlari, 367 ta asosiy davlat xizmati ko'rsatishni rad qilish holatlariga to'g'ri keladi. Bular tizimli hammasi. Haligi davlat xizmatlari orqali o'sha fuqarolar murojaat qilgan tegishli tashkilotlarga yuborilganda ko'proq muddat buzilish holatlariga yo'l qo'yilyapti. Ya'ni 1813 ta o'z muddatida ko'rib chiqmayapti. Bunda ham har xil holatlari bor. Mana o'qishda bo'lib qolyapti, moderator xizmat ko'rsatish kerak bo'lgan yoki kasal bo'lib qoladi. Bu haligi tizim to'xtatmaydi, boshqaga o'tkazmayapti. Shundan natijasida ham ko'pincha o'tib ketib qolyapti. Qonun buzilishlarni o'rganadigan bo'lsak, soliq organlari 12 ta, kadastr 128 ta, maktabgacha maktab ta'lim tashkilotlarida 1018 ta, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligida 256 ta, o'z suv ta'minotida 281 ta va 485 ta boshqa tashkilotlarga to'g'ri keladi. Bular bo'yicha o'sha hamma o'sha tashkilotlarda davlat xizmatiga biriktirilgan xodimlar va ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 225-moddasi bor, davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini buzish. O'sha bilan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lyapti. Agar reglamentga rioya qilgan holda demak mavzuning so'ngida mana shu hozirgacha davom ettirib kelyapmiz hamkorlikda o'sha hujjatlarni loyiha holatida agar biz bilan ish holatda ko'rilsa, o'zi asli normativ hujjat bo'yicha faqat normativ tustagilarni ko'rib chiqishimiz kerak, lekin qolgan boshqa holatlarda ham agar hozir hamkorlikda shunday davom etyapmiz, bir ikkilanish bo'lsa boshqa har qanday shu loyihalarni birga yana ko'rib, o'sha birga ko'rib chiqqanimiz, ish tartibini ko'rib chiqqandan keyin ish tartibi kelishib qabul qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, mana shu tashkilotlar ham o'zi yuridik xizmat ko'rsatish markazlaridan o'sha tegishli hujjatlarni qabul qilmasdan turib, boshqa subyektlar bilan munosabatlarga kirishmasligini so'raymiz, chunki ular o'z-o'zidan ertaga muammolarni keltirib chiqaradi. Byudjet bilan bog'liq, o'sha pul chiqarish bilan bog'liq, tadbirkorlik huquqlari buzilishlariga ham, ikkinchi tarafda buzilishiga va shartnomalar huquqiy munosabatlarni ham o'sha qo'pol buzilishiga olib keladi. Shuning uchun demak, hurmatli deputatlar, demak, huquq qo'llash amaliyoti juda murakkab va ko'p qirrali. Asosiy maqsad har bir qonun hujjati shu bir xilda tatbiq etilishi kerak-da, shu respublika bo'yicha, viloyat bo'yicha ham, tumanda ham. Shuning uchun demak, birgalikda hamkorlik qilishimiz kerak deb o'ylayman va biz hamkorlikdan doim adliya bo'limi xursand bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Marhamat. Ma'lumotlarga savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, menda savol bor edi. marhamat.
hurmatli Zohir aka, shunga xos mana batafsil aytib berdingiz. Endi Aslanboy barcha adliyada tegishli masalalar o'tgan yili amalga oshirilgan vazifalar bo'yicha nima maqsadlar amalga oshirilishlar bo'yicha tushuntirib berdingiz. Endi mana hozirgi yangi 26-yilda huquqni qo'llash, mana bu norma ijodkorligi bo'yicha qanaqa mexanizmlar, yangi bir nimalarimiz bormi? Planlarmi, qanaqa rejalarmi? Demak, 2026-yil bo'yicha alohida haqiqatan ham rejalar bor. Ya'ni shu o'zimizning tizimda ham yana xizmat ko'rsatish faoliyatida ammo qo'llash sohasida o'zgarishlar bo'lganini aytishim kerak. Buni ko'p tashkilotlar biladi. Demak, hozirda mana yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tomonidan endi hozir masalan tizim orqali kiritiladigan bo'lsa tashkilotlar bu endi viloyat bo'yicha taqsimlanadigan bo'ldi. Ilgari mana 25-yilda faqat tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazlarida ko'rilib xulosalar berilgan yoki rad qilingan bo'lsa, ekspertizada o'tkazilgan bo'lsa, endi demak 26-yilda bu jami viloyatdagi istalgan masalan Ko'rmay tumani tashkilotini hujjatini Norota tumani ko'rish mumkin. Norota tumaniki Zarafshon shahri, Uchquduq tumani. Shunaqa adliya bo'limi faoliyatida, bo'limlar faoliyatida shu o'zgarish bo'ldi, lekin xodimlar yuridik xizmat ko'rsatish markazlari hozir o'sha adliya bo'limi bilan birga xizmat ko'rsatyapti. Faqat huquq targ'iboti yoki qonunchilikda mana shu hujjatlarni yuborishda qanaqadir muammolar bo'lsa, chunki oldin to'g'ridan to'g'ri ishlardi, lekin bu ham korrupsiyaviy omil edi-da. Ertaga o'sha tashkilotda o'tgandan keyin har xil holatlar bo'lgan. Yuridik xizmat ko'rsatish markazidan ham hujjat o'tmasa, masalan, xodimlarni ishga qabul qilib bo'lmaydi. Ishga qabul qilish uchun ayrim holatlarda mana shu korrupsion holatlar ham sodir bo'lganligi sababli hozir shunga yo'l qo'ymaslik maqsadida butun viloyatda boshqa umuman masofaviy xizmat ko'rsatiladi. Bu chunki elektron shu yo'lga qo'yildi. Lekin qanaqadir tushunmovchiliklar yoki bir huquqiy tushuntirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha shu yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yoki adliya bo'limiga agar maslahat olish uchun borilsa ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi, chunki maqsadimiz bir shu huquq qo'llashni bir xil umuman viloyatda bir xil amalga oshirishni istayman. Rahmat. Boshqa savollar bormi? Agar boshqa savollar bo'lmasa, doimiy komissiya. Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashchilari. Mana doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Hurmatli deputatlar, ovoz berishlaringizni so'rayman. Bo'lmasa, hurmatli deputatlar, ko'rib chiqilgan masala bo'yicha mana doimiy komissiyamizda o'rganib chiqqan shularni qarorlarini inobatga olgan holda qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasiga bildirilgan taklif va qo'shimchalarni hisobga olgan holda qabul qilishingizni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror loyihasi ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Ikkinchi masala tuman majburiy ijro byurosi bo'limi tomonidan 2025-yil davomida sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari ijrosi va kelgusida belgilangan vazifalar yuzasidan majburiy ijro byurosi tuman bo'limining axborotini eshitish masalasi kiritilgan. Mazkur masala yuzasidan axborot uchun so'z majburiy ijro byurosi tuman bo'limi boshlig'i To'lqin Mirzayevga. Marhamat. Assalomu alaykum, xalq deputatlar, tuman kengashi raisi, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. So'nggi yillarda mamlakatimizda sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamda chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Islohotlar zamirida byuro organlari tizimini tubdan takomillashtirib, prokuratura, mahalliy hokimliklar, manfaatdor tashkilotlar va idoralar bilan hamkorlikda bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Majburiy ijro byurosi xillikda davlat idoralarining ixtiyoriy muddatda bajarilmagan qarorlarining majburiy ijrosini ta'minlaydi.
Buning uchun 62 ta turli organlar bilan axborot almashinuvi hujjatlari integratsiya qilingan. Bu borada Byuroning qonun ehtimol bo'limi tomonidan 2025-yilning 12 oyida muayyan ishlar bajarildi. Bu borada xususan sud va boshqa organlar qarorlar ijro etish sohasida jami 72 milliard so'mlik 8951 ta ijro hujjatlari yuzasidan o'tkazilgan ijro harakatlari davomida 44 milliard 102 million so'mlik 4848 ta hujjatlar bo'yicha yakuniy qarorlar qabul qilindi. Shundan 3341 ta ijro ishlari bo'yicha amalda 26,5 milliard so'm mablag'lar undirildi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan hujjatlar amalda tamomlash summasi 246 million so'mga ortiqcha so'mga ko'payib undirildi. Mazkur tadbirlar natijasida davlat foydasiga 13,5 milliard so'm, yuridik shaxslar foydasiga 11 milliard 800, fuqarolar foydasiga 1,5 milliard so'mga yaqin mablag'lar undirib berildi. Soliq qarzi bilan bog'liq 526 ta ijro ish bo'yicha 904 milliard so'm, jinoyat oqibatida yetkazilgan zararlarni undirish bilan bog'liq 90 million, jinoyat va ma'muriy jarima undirish bilan bog'liq 183 ta ijro ish bo'yicha 227 million so'm jarimalar qarzdorlardan amalda undirib olindi. Yoki davlat bojini undirish bilan bog'liq 1153 ta ijro ishi yuzasidan 1 milliard 231 million so'm mablag' undirildi. Xuddi shuningdek, banklar foydasiga undiruv bilan bog'liq ijro hujjatlari amalga oshirilgan ijro harakatlari natijasida 91 milliard so'm miqdordagi mablag'lar amalga undirildi. Hujjatlar ijrosi ixtiyoriy muddatda bajarilmagan qarzdorlardan 18 million so'm jarima, 715 million so'm ijro yig'imlari undirish ta'minlandi. Temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalariga 1,8 milliard so'mga yaqin mablag'lar o'tkazilib, o'tgan yil mos davriga nisbatan 600 million so'mga pul mablag' o'tkazib berildi. Aliment oluvchi fuqarolarga jami 6,3 milliard. Shundan plastik kartalar orqali 4,8 milliard so'm aliment pullari o'tkazib berildi. Fuqarolarga ortiqcha ovoragarchilik oldi olindi. Hokimlik va mahalliy tashkilotlar yordami bilan ehtiyojmand qarzdorlarning 26 nafar ish bilan ta'minlandi. 54 nafar oilalar yarashtirildi aliment qarzdorlari bo'yicha. Byuro organlari tomonidan voyaga yetmagan yoki mehnatga loyihatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlagan 46 nafar shaxsning ma'muriy, 1 nafar shaxsning jinoiy javobgarligi masalasi hal etildi. Vazirlar Mahkamasining 427 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida byuro jamg'armasi hisobidan jami 1 nafar onalarga 40 million so'mlik aliment pullari to'lab berildi. Kelib tushgan 205 ta murojaatlarning 205 tasi 100% bevosita byuroning o'zida ko'rib chiqilib ijobiy hal qilindi. Hal qilingan murojaatlarning 83 tasi 75% qanoatlandi, 70 tasiga tushuntirish berildi. Sayyor va ommaviy qabullar orqali 204 nafar shaxslar bilan suhbat o'tkazilib, ularning muammolari hal etildi. Faoliyatda oshkorlik ta'minlash yuzasidan 64 ta targ'ibot tadbirlar o'tkazilib, ommaviy axborot vositalari orqali 16 ta chiqishlar qilindi. Bunday amaliy tadbirlar byuro organlari tomonidan tizimli ravishda davom ettirilmoqda. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, amalga oshirilgan ishlar haqida ko'plab raqamlar va aniq misollar keltirish mumkin. Biroq kengash yig'ilishlarida tashkil etilishdan asosiy maqsad faoliyatimizda yo'l qo'yayotgan tizimli kamchiliklarga barham berishdir. Shu sababdan Prezidentimizning talablari asosida xalq deputatlari kengashining faoliyati bejizga kuchaytirilmadi. Barchamizning bir maqsad, aholi o'rtasida yuzaga keladigan muammolarni birgalikda bartaraf etib borish masalalari birlashtirib turadi. Shunday ekan, sud hujjatlarining o'z vaqtida ijro etilishi aholining, tadbirkorlarning odil sudlovga va davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hurmatli deputatlar, ma'ruzachiga savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, marhamat, doimiy komissiya o'z fikrini aytsin. Albatta,
Lekin mana shu nima dedi? Nazoratsiz qolmayapti albatta. Korrupsiyadan xoli hududga aylanishimiz, yaxshi ish olib borishimizda mana shu MIF xodimlari mahalla bilan birgalikda, fuqarolar bilan birgalikda murojaatlarni eshitgan holda yaxshi ish olib borilyapti. Bu doimiy komissiya ko'rib chiqildi. Agar hamma nima qiladigan bo'lsa, rozi bo'ladigan bo'lsa, albatta ovozga qo'yadigan bo'lsak, ovoz berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Ko'rib chiqilgan masala yuzasidan boshqa savollar bo'lmasa, masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, mana shu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, qaror loyihasi ko'pchilik ovoz bilan qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi 3-masalani ko'rishga o'tamiz. 3-masala infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari hisoboti ish masalasi kiritilgan. Marhamat, so'z navbatini bosh hisobchi Pirniyazov Abadga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. 2026 yil 5-fevraldagi O'zbekiston Prezidentining 49 sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huzuridagi Himoya Milliy agentligi direktori, Milliy agentligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi Milliy agentligi qo'shma xati, 49 farmonni ijrosini ta'minlash maqsadida qo'shma xati chiqqan. Bu yerda xatda ijtimoiy reyestrga birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga loyiqatli a'zosi bo'lmagan oilaga xonadonlarni energiya tejamkorligi qilib ta'mirlash belgilab qo'yilgan. Bu yerda viloyat bo'yicha belgilangan taqsimot ro'yxatnomasi bor. Kormexda shundan zarur deb 7 tasi tanlab olingan. Keyin buni mablag'lari mablag' manbalari 3 ta jamg'armadan teng ulushda bo'lib berilgan. Shundan saxovat va ko'makdan jamg'armasidan 144 million 200, ayollar daftari jamg'armasidan 144 million 200, yoshlar daftari jamg'armasidan 144 million 200. Jami 432 million 600. Shu 7 ta xonadonni energiya tejamkorlik qilib ta'mirlash ishlari uchun 432 million 600 mablag' ajratib belgilab qo'yilgan. Shuna Prezident farmoni 49 sonli farmoni ijrosi va qo'shma xat ijrosi va shularga asoslanib mana viloyat hokimligining ham xati chiqilgan. Shularning ijrosini ta'minlashni mablag' ajratishni so'rayapti. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan ajratiladi mablag'. Shunga 3 ta jamg'armadan olinib, infratuzilmaga to'planib, o'sha yerdan xarajat amalga oshadi. Hurmatli deputatlar, ma'ruzachiga savollar bormi? Yo'q. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Bunda savol bor.
Agar savollar bo'lmasa, ko'rib chiqilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishga o'tamiz. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Sizlarda boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Marhamat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, qaror loyihasi ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 4-masala ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 8-sonli qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan tahliliy hisobotni eshitish masalasi o'rin olgan. Ushbu masala yuzasidan so'zni tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i Sulton Mambetovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'p qavatli kvartiralar uy-joylarning boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarining 5-fevral 2026-yildagi 48-sonli qarorining 2-5 ilovasida Ko'mir tumanida qilinishi rejalashtirilgan ishlar bo'yicha hisobot beramiz. Mazkur qarorda 2026-yilda Ko'mir tumaniga 3 milliard 235 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, shundan 2 milliard 471 million so'mga 7 ta bolalar o'yingohi, 50 millioniga 280 paganometr irrigatsiya tarmog'ini tortish, 534 million so'miga 2422 kvadrat metr yo'laklarni betonlash, 180 millioniga 2 ta ko'p qavatli turar joylarni tutash hududida tashqi hojatxonalarni qurish belgilangan. Ulardan olinganda 7 ta bolalar o'yingohi Ibn Sino Birlik Mufiy Ibn Sino hududidagi 10-sonli uyda atrofida, ikkinchisi Abay 7ning yon tutash hududida, uchinchisi Zafar Nurafshon ko'chasining 43-sonli domida ko'p qavatli turar joyida, to'rtinchisi Sharof Rashidov ko'chasidagi 31-son dom tutash hududida ko'p qavatli turar joy tutash hududida, beshinchisi 12-dom Ibn Sino ko'chasidagi 12-chi ko'p qavatli turar joy tutash hududida, oltinchisi Ajinas ko'chasi 59-chi ko'p qavatli turar joyini tutash hududida. Bolalar maydonchasi belgilangan Ko'mir tumanida. Zafarovat Mufiy hududidagi 12-dom Shodlik ko'chasidagi 12-dom ko'p qavatli turar joyini tutash hududida yana bittasi belgilangan. Bu 26-yilda qilinadigan ishlar. Bolalar maydonchamiz umumiy jami standart maydoni 24 ga 12 bo'lib, uni hududiga 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar maydonchasining hududi, 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bolalarga workout maydonchasi, yana yoshi ulug' katta insonlarga dam olish besedkalari, chaqim-chashka o'ynash nimalari belgilangan, qurilishi belgilangan. Irrigatsiya tarmog'i faqat 3 ta domga belgilangan. Ibn Sino ko'chasidagi 10-dom irrigatsiya tizimini tortish, Ajinas ko'chasidagi 57-dom irrigatsiya tizimini tortish, Ibn Sino hududidagi 12-dom irrigatsiya tizimini tarmoqlarida yangi qurilishlarni qilish. Yo'laklarni betonlash jami 2422 kvadrat metrni inobatga olib 534 million so'm mablag' hisoblangan. Bundan Zafarovatdan 5 ta dom, Shodlik ko'chasidagi 9, 12, 15, 88, 134-domlar hisobotga olingan. Hamda Ko'mir Birlik Mufiydagi Ibn Sino 10, 86, 90 ko'p qavatli turar joylar, hamda Nurafshon ko'chasidagi 43-dom bilan Sharof Rashidov ko'chasidagi 31-chi ko'p qavatli turar joyimiz inobatga olingan. Ko'p qavatli turar joylarning tutash hududida quriladigan tashqi tualetlarimiz, hojatxonamiz faqat 2 ta domga belgilangan. Nurafshon ko'chasidagi 43-dom bilan Sharof Rashidov ko'chasidagi 31-domga. Hamda muhtaram Prezidentimizning 48-sonli qarorida 5-ilovasida joriy yilning hamda 27-yilning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik
masalasi juda nimaga qo'yildi, ko'tarildi mavzusi. Shunga nisbatan tuman hududimizdagi ikkita boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan joriy yil 26-yil hamda 27-yil kuz qish mavsumlariga jami 15 ta domlaning nimasi ta'mirlanadi. Bularning ichida ichki kommunikatsiya muhandislik tarmoqlari, elektr shitlar, yerto'la qismlari hamda tom qismlari ta'mirlash belgilangan. Shu ishlarni rejalashtirishga rejalashtirilganmiz. Marhamat, hurmatli deputatlar, ma'ruzachiga savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, Savol marhamat. bergan bo'lsa, Sulton Muhidovich bir savol bordi. Mana hozir ko'p qavatli uylar faqat tuman markazi Zafarobod hududida bor, to'g'rimi? Mana endi shu sohaning mutaxassisi shu sohada shu hududda ko'p qavatli uylar qurish rejada bormi, yo'qmi? Kelajakda. Ko'lmak tumani 26-27 yil ish rejasi tumanda ko'p qavatli, endi O'zbekiston massivi deb aytilyapti hozir. O'zbekiston massivlarini qurish rejalashtirilmagan. Shu hududda. Yo'q, Demak, bo'lmaydi hozir. hozirda bo'lmaydi. Rahmat. Marhamat, ma'ruzachiga boshqa savollar bormi? Savol bersak bo'ladimi? Bular, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya qatnashchilari. Mana o'zim mazamman qoldi, nimaga ham savolim bor edi, berolmay qoldim. Mana ko'p qavatli binolar oldiga mana maydonchalar qurish deb aytyapsiz. Mana Ajiniyas ko'chasi Navro'z mahallasini ikki etajli uylar bor bo'lsangiz, o'sha yerda barkamol maydonchasi qurilgan bolalar uchun. Boshida juda ham yaxshi qurilib, hamma bolalar foydalanib, chiroyli foydalandi. Lekin hozirgi kunga kelib shunaqangi yomon ahvolga tushib qolgan. Men bu masala bo'yicha chiqqanman deputat so'rovi bilan, lekin hech qanaqangi nima bo'lmagan. Shu narsalarni quryapsizlar, uni kimdir nazorat qiladimi? Kimdir bo'ynida masalan kelib qarab, endi davlatning shuncha puli ketgandan keyin men o'ylayman, uni kimdir nazorat ham qilish kerak. Shunday chiroyli yaxshi o'sha barkamol maydonchasi qurilgan, uni o'zlaringizdan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Lekin hozirgi vaqtga kelib juda ham xarob holatga kelib qoldi. Bularni ta'miri bilan obodonlashtirishga chiqqan edim bu bo'yicha. Lekin kim shug'ullanadi buni ta'mirlari bilan? Ertaga qurishlaringiz yaxshi. Mana Navro'z mahallasi ertaga ko'p qavatli binolar bor-ku, 5 etajli. Shularni oldiga quramiz deyapsizlarmi hozir? Yo'q, 5 qavat emas. Ajiniyas ko'chasi 59. Yolg'iz zon bor-ku, shuni oldiga. Ana uni oldigami? Yonbosh tomonda katta joy bor. Qurganlaringiz, bolajonlar uchun, aholi uchun juda ham yaxshi narsa. Lekin bularni bir kimdir nazorat qila oladimi demoqchi edimda, bir ta'miri bilan kimdir shug'ullanadimi? O'sha bir fikringizni bildiring, iltimos sizdan. Zaynab qayerga boradi? Assalomu alaykum, hurmatli deputat. Savolingiz o'rinli. Bitta Ajiniyas ko'chasidagi ko'p qavatli turar joy emas, barcha ko'p qavatli turar joylarimizdagi bolalar maydonchasi mana qish mavsumidan chiqqandan keyin aholi juda og'irlashib qoladi. Buni hammasi topshirishga qabul qildirishi tumandagi ikkita BSKga berilgan, boshqaruv servis kompaniyasiga. Buni nazorati, ta'mirlanishi qish mavsumidan, kuz-qish mavsumidan chiqqandan keyin boshlanadi. Ham Besh tumandagi hamma nimalarniki, qavatli turar joydagi tutash hududlardagi mavjud bolalar maydonchasi ta'mirlanadi. BSKlar tomonidan, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan. Lekin o'sha boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan 3 yildan beri chiqaman shu masala bo'yicha. Bironta odam kelib nima qilmagan, iltimos qilgan bir nazoratni qo'lga olinglar. Iltimos mayli, mana erta qishdan chiqamiz. Endi bizga mana shu ko'cha, mana shu okrugda deputati bo'lgandan keyin xalq tomonidan, ota-onalar tomonidan menga e'tiroz bildiriladi. Mana siz ham javob berasizmi, hurmatli deputat, mana bu ahvolni ko'ring deydi. Bizga ham oson emas xalqning orasida yurish.
iltimos o'sha mana javob beradigan ko'ramiz, lekin mana erta qishdan chiqqandan keyin o'sha narsa e'tiborga olinadimi, olinmaydimi? Hurmatli kengash raisi, iltimos qilaman-da, mana hozir mana shu narsani kimdir yozib olib, ertaga amalga oshishini nazorat qilishingizni so'rardim, hurmatli kengash raislaridan, kengash a'zolaridan. U Alisher akani ham xabari bor, men bu bo'yicha deputat so'rov qilgandim. To'g'ri xabar bor. Bizda mana bir necha marta chiqqan bu deputat so'rovi, lekin hech qanaqangi e'tibor bo'lmayapti-da. Hurmatli Oliy opa, bu bo'yicha hammasini yozib oldik. Tuman kengashi bilan birgalikda uy-joy kommunal xo'jaligi bilan bo'limi boshlig'i bilan birgalikda buni nazoratga olamiz. Nasib qilsa uni aytib o'tgandik. Ish mavsumi tugagandan keyin to'liq ta'mirlanishini kafolat beryapti. Buni birgalikda nazorat qilib joyiga qo'yamiz. Juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat. Rahmat. Boshqa savollar bormi ma'ruzachiga? Yo'q, boshqa savollar emas. Agar boshqa savollar bo'lmasa, ko'rib chiqilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Marhamat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, endi sizlarning ruxsatingiz bilan bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan boshqa masalalarga o'tamiz. Hurmatli deputatlar, sizlarning vaqtingizni olmaslik va har bir masalani alohida ko'rib o'tirmasdan qolgan masalalarni barchasini ko'rib chiqib, shundan so'ng qaror qabul qilishni taklif qilmoqchiman. Agar sizlarga taklif ma'qul bo'lsa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, qaror loyihasi ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlandi. Sessiya kun tartibida o'rin olgan boshqa masalalarni aytib o'tmoqchiman. Xalq deputatlari Konimex tuman kengashi huzurida xalqparvar jamoatchilik komissiyasini tashkil etish to'g'risida masala kiritilgan. Hurmatli deputatlar, ko'rib chiqilgan masala bo'yicha alohida qaror qabul qilishimiz lozim. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Agar sizlarda boshqa takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Marhamat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, shuning bilan bugungi xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 19-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Har bir masala atroflicha muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyani borishi yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Agar takliflar bo'lmasa, sessiyani yopiq deb e'lon qilamiz.